Abduvali Ayubning Turkiyada Xitoy ishtiyoqi nomli kitobidagi kichik tema Uyg'urcha baholarda ilhom to'xti. 2015-yili avgustning oxirida surgundagi Uyg'urlarning ilhom to'xti haqidagi baho va mulohazalaridan xabardor bo'ldim. Yig'ib aytganda, ilhom to'xtining jasorati, qahramonligi va fidokorligiga qoyil bo'lmaydigan Uyg'urlar ko'p emas ekan. Holbuki ziyolilar va da'vogarlarda farqli baholar bor bo'lib, biri G'arb ilhom to'xtini bizga rahbar qilib tiklamoqchi deb qaraydi ekan. Yana biri Xitoy demokratlari ilhom to'xtini bizga yetakchi qilmoqchi deb qaraydi ekan. Uchinchi biri ilhom to'xtining ko'z qarashlari yeyilsa, ilhomizm bo'lib shakllanib, Uyg'urni avtonomiyachi qilib yetadi deb o'ylaydi ekan. G'arb ilhom to'xtini bizga rahbar qilib tiklamoqchi degan bahoga men qo'shilmayman. Chunki hech bir g'arb rahbarining tiliga ilhom to'xti rahbar deb chiqib boqmadi. Taratqulardimi ilhom to'xtining salohiyati rahbarlik emas, kishilik huquq uchun fidokorlik qilg'uchi bo'lib ko'rilyotidi. Uning ustiga ilhom to'xti biror ijtimoiy, siyosiy yoki madaniyat harakatiga qo'zg'ag'uvchi, tashkillovchi bo'lib o'tirg'i chiqmagan. Agar diqqat qiladigan bo'lsak, ilhom to'xti Uyg'urga oid masalalarga bir tadqiqotchining ko'zi bilan ilmiy qaragan. Haqqoniyatchining jasorati bo'yicha ochiq, mardon so'z qilgan va bir insonparvarning maydonida turib ko'ngil bo'lgan. Shunga biror partiya qurib, biror siyosiy harakatni boshlab, yetakchilik talanti bilan maydonga chiqmagan bir tadqiqotchini G'arb bizga rahbar qilib tanlab berdi degan gap aqlga uyg'un emas. Agar shunday qarashdagi kishilarning tafakkur usuli bo'yicha bo'lganda, G'arbning tanlaydigini ilhom to'xti emas, o'rkash davlat bo'lishi kerak edi. Chunki o'rkash davlat 1989-yildagi o'quvchilar harakatining rahbarlaridan biri. Iqtidori isbotlangan lider. Xitoy demokratlari ilhom to'xtini bizga rahbar qilib qo'ymoqchi degan gapningmi asosi yo'q. Chunki ilhom to'xtini Xitoy demokratlari tanlagan emas. Ilhom to'xti ularni tanlagan. Ilhom to'xti Uyg'urlarning huquqlarini qo'g'dash yo'lida Xitoy demokratlari bilan hamkorlikni davom qilgan. Ilhom to'xti Xitoy hukumatiga beqinmaydigan mustaqil Xitoy qalamkashlar jamiyatiga a'zo bo'lgan. 2009-yili ilhom to'xti tutqunga uchraganda Xitoy demokratlari imzoliq murojaat chiqarib qo'yib berishni talab qilishgan. 2014-yili ilhom to'xti umrlik qamoq jazosiga uchragandan keyin Xitoy demokratlari ilhom to'xtiga advokat taklif qildi. Qutqizish haqida yana faoliyatlarga o'tdi. Shunga ilhom to'xtining Xitoy demokratlari bilan munosabati hamkorlik ustida qurilgan bo'lib, hamkorlikda aktiv bo'lgani ilhom to'xti. İlham to'xti 2014-yili qo'lga olingan va muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingandan keyin Xitoy ziyolilarining va G'arbdagi Xitoyshunoslarning hesdashligiga uchradi. 5 Xitoyshunos ziyoli va Anvarjon apandidan tashkil topgan ilhom to'xti guruhi qurildi. 400 dan ortiq G'arblik ziyoli ilhom to'xti haqida imzoliq xat yozdi. G'arb matbuotlari va kishilik huquq tashkilotlari ilhom to'xti haqida harakatdan to'xtagani yo'q. Ilhom to'xti guruhi Anvarjon apandi bilan faoliyat qilayotgan, butunlay fidoyilik tusini olgan organ bo'lib, na G'arb davlatlarining, na Xitoy demokratlarining iqtisodiy yordamiga erishgan emas. Yuqorida bir qism Uyg'ur ziyolilarining baholari deyilgandek, agar rostilla G'arbning va Xitoy demokratlarning ilhom to'xtini Uyg'urga rahbar qilish muddasi bo'lsa, ilhom to'xti guruhi hech bo'lmaganda bir ishxonaga va muqim fondga ega bo'lgan bo'ladi. Shunga G'arbning fondiga erishayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi qatorliq tashkilotlardagi rahbarlar uchirmagan gumonga ilhom to'xti guruhining duch kelishi g'alati. Agar ilhom to'xtiga shundaq fondlarning yordam bo'lgan bo'lsa, u yozgan maqolalar turli tillarga tarjima qilinsa, ilhom to'xti haqida turli muhokama yig'inlari uyushtirilsa,
tonildig'ini Uyg'urning davosi, tilga ilindig'ini diyorimizda kunsiri eshib borgan zulm bo'latdi. İlhamizmning tahdididan ansirash tug'ilmagan mo'zayga qo'ziq qaqqandek xiyolparastlik. Chunki İlham To'xti qandaqdir bir ideologiya yaratgan va masalalarga asla ideologiya nuqtasidan baho beradigan kishi emas. İlham To'xtining yiziqchilikdagi maqsadi masala hal qilish bo'lib, u masalani ideviy nuqtadan tushuntirishga emas, ilmiy nuqtadan tahlil qilishga bakrak ahamiyat beradi. Şuna onun başdan buyan yezib kelganlari eng amaliy temalar bo'lgan. Masalan, 1995-yili İlham To'xti Uyg'urlarda ishsizlik masalasi haqida leksiya so'zlab, xalqaro o'lcham bo'yicha qaraganda necha million Uyg'ur dehqonini ishsiz deyishga bo'lganligini o'tirib qo'ygan. Undan boshqa u Uyg'ur viloyatlarining nüfus qurilmasidagi o'zgarish haqida leksiya so'zlab, shu chog'larda Aqsu shahrida Xitoylarning 60%dan oshganligini muloyiza qilgan edi. Yuqoriqilarni xulosa qilsak, muhojiratdagi bir qism ziyolilarning İlham To'xtini G'arb va Xitoy demokratlari bizga rahbar qilib tiklab bermoqchi degan qarashlari puttirab turolmaydi. İlhamizmning yeyilib, Uyg'urlarning avtonomiyachi bo'lib ketish xavfidan ansirashmi hozircha ortiqcha. Chunki İlham To'xti yaratgan bir izm texi yo'q. Faqat İlham To'xtining bir Xitoy demokratiga o'zining Uyg'ur millatchisi ekanligini deganlik rost.